Bismillah deb, demak hujjatlarni yuklashlikni boshlaymiz. Sizga albatta notebook kerak bo'ladi va hujjatlar ro'yxati ham Telegram kanalimdan topishligingiz mumkin. Telegram kanalimning nomi Madinada hayot. Oson topishingiz uchun Telegram kanalda men ataylab pin qilib qo'yganman. Bemalol ana shu kerakli bo'lgan hujjatlarni avvaldan tayyorlab, keyin ushbu videoga o'tirsangiz ham bo'ladi. Va bu yoqda mana shu veb-saytning linki bor. Faqatgina mana shu link orqali topshirishligingizni tavsiya qilaman. Chunki bu tasdiqlangan Saudiya Arabistoni yagona portali hisoblanadi. Bu yerdan yangi oyni ochib, demak sahifamizni ochamiz. Bu yerda ikki xil tilda chiqadi, arab tili va ingliz tilida. Ingliz tilidan boshlaymiz. Mana shu Saudiya Arabistonining yagona portali hisoblanadi. Bu veb-sayt bilan siz bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi. Qulayliklarini, qanaqa imkoniyatlar berishligini va albatta sign in ga kiramiz va agar o'zimizning login parolimiz bo'lsa, bemalol login paroli bilan kirib ketishligingiz mumkin yoki bu yoqda agar yangi bo'lsak, mana och deyapti. Bu yoqdan mana yangi o'zimizga shaxsiy kabinet ochamiz. Email. Bu email albatta o'zingizda bo'ladigan, har doim ishlatadigan emailingiz bo'lsa yaxshi. Va ism, familiyani ham to'g'ri kiritamiz, xuddi pasportdagidek, chunki keyingi hujjatlaringizga bu avtomat holatda o'zgaradi. Tug'ilgan kun va sanalarni ham aynan o'zingiznikini bir xil holatda kirishligingiz kerak. Parolni ham hech qachon unutmaydigan holatda yoki parol qo'ygandan keyin buni albatta saqlab qo'ying. Undan keyin yangi akkaunt ochishlikka ustiga bosamiz va sizni emailingizga avtomat holatda email boradi. U emailni siz tasdiqlash, ya'ni activate your password ni bosib qo'yishligingiz kerak bo'ladi. Mana emailingizga kirganimizda mana activate your account chiqdi. Ustiga bitta bosamiz va yana oynamizga qaytib sign in ni bossak, bizga yangi ochilgan hisoblanadi. Mana bu yoqda emailimiz va parolimizni teramizda o'zimizning shaxsiy kabinetimizga kirib ketishligimiz mumkin. Mana o'zingiz uchun ochildi. Tepada mana qizil bo'lib qolgan, chunki ma'lumotlaringni to'ldir, tugat profilingni deyapti. Ana shu holatda qizilni ustiga bosamiz va bizga mana 4 ta oyna chiqazib berdi. Bu 4 ta oynani har birini biz to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, agar qayerda qizil kichkina yulduzcha turgan bo'lsa, bu muhim hisoblanadi. Ya'ni talab qilinadi sizdan. Shuning uchun aniq holatda pochta kodi va boks raqamlarini ham siz Google dan o'zingizning shaharingizning nomini kiritib topib olishligingiz mumkin. Additional number bu qo'shimcha raqam, ota-onamiz yoki akamiz, yaqin tanishimizning nomerlarini yozishligimiz mumkin. Va bu tomonda bizni kontaktimiz va media tarmoqlarimizni so'rayapti. Bular bo'lgani juda ham yaxshi. Agar bo'lmasa yangi ochishlikni hojati yo'q. Siz haqingizda ko'proq ma'lumot olishlik uchun sizni albatta ijtimoiy tarmoqlaringizni ham so'raydi. Bu oynani to'ldirib olib, ikkinchi qadamga o'tamiz. Ikkinchi qadamda siz haqingizda ko'proq ma'lumot olishlikni xohlaydi. Birinchi o'rinda sen ishlaysanmi yoki yo'qmi deyapti. Ha yoki yo'q deb javob beramiz. Keyingisi reason for wishing to study in Saudi Arabia, ya'ni nima uchun aynan Saudiya Arabistonini tanlading deb turib bizdan so'rayapti. Buni albatta biz ikki muqaddas shaharni bog'lab turib yoki boshqa sabablarimiz bo'lsa ham bemalol ochig'ini yozishligimiz mumkin. Uzun bo'lmasligi kerak, qisqaroq holatda yozib tushuntirib beriladi. Menga o'xshab siz ham mana tayyorlab olsangiz, buni ko'chirib shundoqqina to'ldirishligingiz mumkin bo'ladi. Keyingisida Saudiya Arabistonida oldin iqoma olganmisan deyapti. Bunga ham ha yoki yo'q deb javob beramiz. Reference data bu sizni tavsiyanoma bergan o'qituvchingiz hisoblanadi. Tavsiyanoma yoki sizga o'sha recommendation letter yozib bergan ustozning ma'lumotini kiritamiz. Agar bitirganingizga ancha bo'lgan bo'lsa yoki o'qituvchingiz sizga bermagan bo'lsa, o'zingizni sinf rahbaringiz yoki direktoringizni ham ma'lumotlarini kirishligingiz mumkin. Mana bu yoqda ularning to'liq ismi, emaili va telefon raqami so'raladi. Yana qo'shimcha sizdan keyingisida ma'lumot so'raydi. Bu sizning yillik daromadingiz. Bu sizniki yoki oilangizniki ham bo'lishligi mumkin. Bu yerda dollarda yoki riyolda qilib ko'rsatilgan. Siz riyolda belgilasangiz summalar biroz ozroq chiqadi. Agar siz yoki oilangiz ishlamaydigan bo'lsa, no income ni tanlashligingiz ham mumkin. Va bizda oxirgi eng asosiy demak qadamga yetib keldik. Bu hujjatlarimizni yuklashlik. Birinchi sizni akademik, ya'ni darajangiz qanaqa? Bu yerga bosib, birinchisi bu maktab
yoki diplom 1 yillik 2 yillik kurslarda o'qigan bo'lsangiz, bakalavrda yoki magistraturada qanaqa sizni oxirgi olgan ta'limingiz qanday, shu haqida ma'lumotlarni kiritib chiqamiz. Mana O'zbekiston maktabingiz yoki litsey, kollejingizni nomi va keyingisi mana GPA scale, ya'ni sizni baholaringiz. Buni ham bu yerda muhim joyi to'g'risini yozishligingiz kerak bo'ladi, chunki ular albatta hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqishadi, baholaringizga ham qattiq e'tibor berishadi. Shuning uchun to'g'risini yozishligingiz kerak. Va keyingisida attest certificate, ya'ni sizni ana shu attestatingizni so'raydi, ya'ni tarjima qilinganini faqatgina yuklaymiz. Shunisiga e'tiborli bo'lishligingiz kerak. Endi esa sizni til bilish darajangizni belgilab chiqamiz. Nechta tildan darajangiz qanday bo'lsa, hammasini belgilab qo'shib chiqishligingiz mumkin. Ingliz tili, arab tili, turk tili, rus tili hammasini e'tibor qilib bitta-bitta belgilab chiqamiz. Keyingisini bizni qayerlarda o'qiganligimiz to'g'risidagi diplomlarimiz, sertifikatlarimiz, CV va til bilish sertifikatlarimizni aynan mana shu joyga yuklab qo'yishligimiz kerak. Bizda ko'pchilik maktab yoki litseyni bitiryapti, shuning uchun high school diplomani belgilasak yetadi. Yoki bakalavr yoki PhD ga topshirayotgan bo'lsangiz ham albatta qolgan diplomlaringizni ham hammasini yuklashligingiz kerak bo'ladi. Va albatta IELTS, TOEFL, SAT sertifikatlarimiz bo'lsa ham aynan shu joyga ballarimiz bilan kiritib to'ldirishligimiz kerak bo'ladi. Va bizda eng oxirgi qadam bu demak, birinchi o'rinda sudlanmaganlik to'g'risidagi hujjat, albatta tarjima bo'lgan holatini yuklashligimiz kerak. 086 forma va recommendation letter, bu bizga ustozimiz bergan tavsiyanoma. Albatta buni ham tarjima qilingan holatini yuklashligimiz kerak bo'ladi. CV bu o'zingizni ko'proq tanishtirishlik uchun ma'lumotnoma hisoblanadi. Ichida o'zingizni kontaktlaringiz, yutuqlaringiz, ish tajribangiz va yana boshqa agar qobiliyatlaringiz bo'lsa, ana shularni CV ga bemalol joylashligingiz mumkin. CV ni oddiy Google orqali tayyorlab olishligingiz yoki ChatGPT yordamida tayyorlashingiz mumkin. Sizni maktabda yoki xalqaro olgan har qanday yutuqlaringiz bo'lsa, mana shu aynan azir attachmentga uni belgilashligingiz, ya'ni yuklab qo'yishligingiz mumkin. Ingliz tilida bo'lsa, uni tarjima qilishligini hojat yo'q. Mana bu yerdagi ma'lumotlarni to'liq holatda, demak, saqlab yuklab bo'lgandan so'ng save qilamiz. Mana sizga tabriklayman, endi programmalarga bemalol topishliging mumkin deyapti. 4 ta stepini biz demak bajardik. Undan so'ng bizga yangi oyna ochib beradi. Bu yerda to'liq universitetlarni siz ko'rishligingiz mumkin. Birinchi qidiruvga mana shaharlar bo'yicha siz universitetlarni qidirib topishligingiz mumkin. Masalan, Madina Munavvaradagi universitetlarni ko'ramiz. Bu yerda mana Madina Islom universiteti chiqdi. Birinchi o'rinda mana joylashuvi male, ya'ni faqat erkaklar uchun va xalqaro talabalar va full scholarship, ya'ni to'liq holatda sizni qoplab beradi. Birinchi o'rinda ya'ni o'qish puli yo'q, yotoqxona beryapti, Saudiyaga kirib kelish chiptalari, oylik stipendiyalar va albatta medical insurance. Hattoki sug'urta pullarini ham universitet tomonidan qoplanadi. Bu universitet bizga agar ma'qul keladigan bo'lsa, mana shu add preferencesini tanlaymiz va o'zimizni demak profilimizga universitetlarni yig'ib boramiz. O'ng tomonida ham ko'rishligingiz mumkin universitet haqida to'liqroq ma'lumotlarni kiritib qo'ygan, ya'ni dunyodagi darajalari. Biz universitetlarni bemalol mana bu joylashuvlari yoki nomi, grant beradimi yo'qmi, aynan mana shu oyna orqali hammasini ko'rib topib chiqishligingiz mumkin. Agar siz tilda qiynalsangiz, buni o'zbek tiliga ham tarjima qilib turib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda universitetlarni nomi bo'yicha albatta e'tiborli bo'ling. Har bitta universitetga kirganda joylashuvi, erkaklar va ayollar alohida o'qilishligi, tili, hamma narsasini ma'lumotlari keltirib bu yoqda ko'rsatilgan. Mana bu yoqda mana grantli bo'lsa grantli, agar to'liq holatda kontrakt bo'lsa kontraktli joylari ham ko'rsatilyapti. Va tillar bo'yicha ham siz aynan mana shu oyna orqali ko'rsangiz bo'ladi. Vaqtingiz bemalol hujjatlarni universitetlar bilan, yo'nalishlar bilan tanishib chiqib bemalol tanlashligingiz mumkin.
va bu yoqda mana view preferences, ya'ni sizda tanlagan universitetlaringizni ro'yxati chiqadi. Hozir biz bu yoqda ikkita faqatgina tanladik. Yaxshi imkoniyat, siz 25 ta universitet yoki 25 yo'nalish tanlashligingiz mumkin. Saqlab turib mana shu save orderga bossak bizni ishimiz yakunlanadi va bu yerda e'tiborli bo'ladigan joyingiz, qarang, 21-maygacha bemalol bu universitetlar yoki yo'nalishlarni o'zgartirishligingiz mumkin. Bu yanada sizga ko'proq vaqt beradi va muhim joyi, bu sayt juda ham ko'p yangilanib turibdi. Shuning uchun tez-tezda o'zingizni login parolingizga kirib universitetlarni, yo'nalishlarni kuzatib boring albatta. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegramdan so'rashligingiz mumkin. Telegramda Madinada hayot 1 desangiz chiqadi va albatta Telegram kanaliga obuna bo'ling. Bu videoni bemalol boshqalarga ham ulashishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa ham menga yozib qoldiring. Vaqtim bo'lganda albatta sizlarga yordam beraman.